Assalomu alaykum ustozlar, hammaga yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hop, bugun sizlar bilan mini test 001 yechimlarini ko'rib chiqamiz. Juda ko'pchilik qiyin ekan degan test. Ikkinchisi hali bundan ham qiyinroq darajada bo'ladi, xudo xolasa. Hop, birinchi masalada ABC uchburchakda DE perpendikulyar BC'ga va BE bilan EC teng. Mana shu narsani o'zidan men nima xulosaga kelishim mumkin? Misol uchun men B bilan D ni tutashtirib qo'ysam, sal kattalashtiraylik. B bilan D ni tutashtirib qo'ysam, menda teng yonli uchburchak hosil bo'ldi. Ya'ni BDC teng yonli. Nimaga? Chunki DE ham balandlik, ham mediana. Shuning uchun. DC mana bunaqa chiziq bo'lsa, bu ham mana bunaqa chiziq bo'ladi. Demak, BD bilan AB ni ham tengligini bildik. Okey. Buni kelinglar endi mana x emas, mana alfadan boshlaylik. Buni alfa desam, teng yonli uchburchakda bu yoq tarafman menda alfa. Va mana bu D burchak, mana BDC uchburchakda tashqi burchak 2 alfaga teng bo'ladi. BD bilan BA tengligidan mana bu demak A burchagi ham menda 2 alfa. Uchburchak ABC ni ichki burchaklar yig'indisidan foydalanamiz. ABC ni ichki burchaklar yig'indisi menda nima? 2 alfa, alfa 1,5. Ya'ni 3 alfa 1,5 gradus. 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Alfani topadigan bo'lsam 75 taqsim 3. Menda 25 gradus degan javob chiqadi. Ikkinchi tarafdan demak e'tibor beradigan bo'lsangizlar, mana bu DEC to'g'ri burchakli uchburchakda x alfani 90 ga to'ldiruvchisi. Ya'ni x degani menda 90 gradus minus alfa 65 gradus degan javob kelib chiqadi. Ya'ni bu bizada B javobda bor. Menimcha birinchi savol tushunarli bo'ldi. Birinchi savol ketdi. Ana endi sizlar bilan ikkinchi savoliga o'tamiz. Ikkinchi savolda modul A teng emas modul B teng emas modul C va demak A taqsim B plus C, B taqsim C plus A, C taqsim A plus B teng minus 2 bo'lsa, A kvadrat taqsim B plus C plus B kvadrat taqsim C plus A plus C kvadrat taqsim A plus B. Ya'ni mana tepada demak A, B, C bo'lgan bo'lsa, suratlari endi A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat. Mahrajlar shu B plus C, C plus A, A plus B turibdi. Shuni A plus B plus C ga bo'ling deb ham aytibdi. Nima qilamiz ustozlar? Bir boshdan ko'ramiz. Mana berilgan ifodani A plus B plus C ga ko'paytirib ko'raylik. Nimaga? Chunki A ga ko'paytirsam A kvadrat bo'ladi, B ga ko'paytirsam B kvadrat, C ga ko'paytirsam C kvadrat bo'ladi. Shuning uchun berilgan ifodani A plus B plus C ga ko'paytiramiz. A taqsim B plus C plus B taqsim C plus A va C taqsim A plus B. Shuni ko'paytiramiz A plus B plus C ga. Qaranglar. A taqsim B plus C ni A ga ko'paytirsam nima bo'ladi? A kvadrat taqsim B plus C bo'ladi. Va A taqsim B plus C ni mana bu ikkalasini yig'indisi, ya'ni B plus C ni o'ziga birdaniga ko'paytiraman. Ya'ni отдельно emas, birdaniga ko'paytirsam A bo'lib qoladi. Hoppa. Endi xuddi shu ishni qolganlar uchun ham qilamiz. Ya'ni B'ligini mana B'ligini o'ziga ko'paytiraman. B kvadrat taqsim C plus A bo'ladi. Plus mana B'ligini qolgan ikkitasi, ya'ni A plus C ga ko'paytirsam mahrajlar qisqarib ketadi-da, plus B ni o'zi bo'lib qoladi. Uchinchisida ham xuddi shu narsa, C kvadrat taqsim A plus B ga qo'shilgan C. Bo'ldi. Mana buni qiymati nechiligi bor edi, to'g'rimi? Ya'ni buni kelinglar minus 2 emas, x bo'lsin. X ko'paygan A plus B plus C bo'lib qoldi. Va demak, mana bu yoqdagi bitta A, bitta B, bitta C ni bu yoq tarafga olib o'tsam,
x minus 1 kara plus b plus c bo'ladi. Ya'ni a kvadrat taqsim b plus c qo'shilgan b kvadrat taqsim c plus a qo'shilgan c kvadrat taqsim a plus b manda nima bo'ladi? X minus 1 ko'paygan a plus b plus c. Demak, mana bu ifodani men a plus b plus c ga bo'lib yuborsam, natija x minus 1. Ya'ni menda x ni joyida endi bu yoqda minus 2 kelgan shartida. Minus 2 dan 1 ayrsam minus 3. Ya'ni minus 3 degan javob bu. Menda B javobda bor. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar tushungan bo'lsangizlar, keyingi masalasiga, ya'ni 3-masalaga o'tamiz ustozlar sizlar bilan. 3-savolda e'tibor beringlar. Kasr qisqarishi mumkin bo'lgan m ning eng katta va eng kichik qiymatlari farqini toping. Ya'ni kasr qisqarishi uchun men birinchi o'chirtma suratini ko'paytuvchiga ajratishim kerak. X kvadrat ko'paygan x minus 1 ayrilgan 4 ko'paygan x minus 1. Yani x minus 1 ni qavsdan tashqariga olib chiqsam x kvadrat minus 4, ya'ni x minus 2 x plus 2. Shunaqa ko'rinishga keladi. Bu ko'rinishga keldi degani nima degani? Mana bu pastdagi turgan kasrim yoki x minus 1 bilan qisqaradi, yoki mana bu x minus 2 bilan qisqaradi, yoki da bo'lmasa mana x plus 2, mana shu uchtasidan bittasi bilan qisqaradi degan. Okey. Endi bitta mohiyatini tushuntiraman. X minus 1 bilan qisqaradi degani x minus 1 ga bo'linadi degan. X kvadrat qo'shilgan mx qo'shilgan 6 x minus 1 ga bo'linadi degan. Bu degani menda nima degani desangizlar ustozlar? Mana bu x minus 1 ni 0 ga aylantiruvchi son x teng 1 ni qo'ygan paytim mana bu ifodani qiymati ham 0 chiqishi kerak degan. Tushuntirib bera oldimmi? Ya'ni 1 ni qo'yganimda 1 kvadrati 1 m 6 teng 0. Bundan m ni topsam minus 7. Hoppa. Bitta qiymatini topdim. Endi x minus 2 ga bo'linadi degani nima degani? X ni joyiga 2 qo'yganimda 0 degani. 2 ni kvadrati 4 qo'shilgan 2m qo'shilgan 6 teng 0. Bundan m ni topsam minus 5 chiqadi. Ikkinchi qiymatini topdim va x plus 2 bilan qisqaradi degani x ni joyiga men minus 2 ni qo'ygan paytimda 0 chiqadi degan. Minus 2 ni kvadrati 4 minus 2m plus 6 teng 0. Bundan m ni topsam javob 5 chiqadi. Demak, m ning 3 ta qiymati bor ekan. M ning eng katta qiymati menda 5. Eng katta qiymati 5 va eng kichik qiymatlari farqini toping. Eng kichkina qiymati minus 7. Ayirmasini topish kerak. Farqi degani shu ayirmasi. Javob 12 chiqadi. Bu bizda A javobda bor ustozlar. Bu demak 3-savol yechimlari bo'ldi. Kelishdiga. Ana endi sizlar bilan 4-savolga o'tamiz. 4-savol bir antiqa masala. Bitta ikkita joyini men sizlarga og'zaki berib ketaman. Birinchi o'chirtma umumiy mahraj berish kerak ustozlar. Umumiy mahraj. Ya'ni ABC AB qo'shilgan BC qo'shilgan CA barobar 1 taqsim A plus B plus C. Endi proporsiya qilamiz buni. Ya'ni proporsiya qilamiz degani A plus B plus C ko'paygan AB qo'shilgan BC qo'shilgan CA barobar ABC. Buni ana endi ochib chiqib bilamiz bemalol. Nima bo'ladi? A bilan ko'paytirsam A kvadrat B plus ABC plus A kvadrat C plus B bilan ko'paytirsam AB kvadrat plus B kvadrat C qo'shilgan ABC va C bilan ko'paytirsak ustozlar ABC qo'shilgan BC kvadrat qo'shilgan AC kvadrat teng ABC. Bittadan ABC'sini qisqartirsangizlar nima bo'ladi?
a kvadrat b qo'shilgan a kvadrat c qo'shilgan ab kvadrat, endi b kvadratliklar plus b kvadrat c plus c kvadratliklar ac kvadrat plus bc kvadrat. Va menda ikkita abc bo'ladi. Tenglar. Endi diqqat qilinglar ustozlar. Mana shu narsa mana bu so'ralgan ifodani ochib chiqqanlaringiz bilan teng. Ishonmasangizlar ochib chiqsangizlar bo'ladi. Mana shu hosil bo'lib qolgan narsa so'ragan narsasini ochib chiqqanlaringiz bilan teng. Buni to'g'ri javob shunda qaysi javob bo'ladi ustozlar? A javob bo'ladi. Endi men ochib chiqib isbotlab berib o'tirmadim. Tushuntirdim. 4-savol ketdi. Endi 5-savolga o'tamiz. 5-savolda shunchaki og'zaki ichkaridan kelsangizlar bo'lardi. Ya'ni mana bu joy 6 minus 4 ildizda 2 degani 2 ayrilgan ildizda 2 ni kvadrati. Ya'ni ildizdan chiqarsam mana buni o'zi modulda chiqadi, bu musbat son. Demak, nima qilaman? 4 qo'shilgan 5 ildizda 2 ni ustiga qo'shaman 2 minus ildizda 2 ni. Endi menda 6 plus 4 ildizda 2 bo'lib qoldi. Ya'ni bu narsa menda endi 2 plus ildizda 2 ni kvadrati. Ketdi mana bu yog'i ham. Endi 8 minus 3 ildizda 2 dan ayiramiz. Ayiramiz 2 ni, ayiramiz ildizda 2 ni. 8 dan 2 ketsa 6 ayrilgan 4 ildizda 2. Bu ham menda boshida aytganimda 2 minus ildizda 2 ni kvadrati. Yani ildizdan chiqqan paytda javob 2 minus ildizda 2 chiqadi. 2 minus ildizda 2, ya'ni bu menda C javobda bor. Bu 5-masalani yechimi bo'ldi. Agar ildizdan chiqarishni bilmasangizlar, maydalashga harakat qilinglar. Ya'ni 6 minus 4 ildizda 2 ni a plus b ildizda 2 ni qavsda kvadrat deb turib, ildizda 2 qatnashgan joyni ildizda 2 qatnashgan joyga, butun sonlar bo'lgan joyni butun sonlarga tenglashtirib yechsangizlar bo'ladi. Endi buni fikrlab bemalol topib bilasizlar. Ya'ni kvadratlar yig'indisi 6, ko'paytmasi 4 ildizda 2 minusda. Nima bo'ladi? 2 bilan ildizda 2. Fikrlasa bo'ladi. 5-savol ketdi. Endi 6-savolga o'tamiz ustozlar. 6-savol bir juda bir qiziq masala. Hop, A burchak bilan D burchak 90 gradus deb bergan mana bu yoqdagi burchaklar 90 gradusdan deb bergan. Y nuqta BC tomon o'rtasi. Endi menda ABC ham, BDC ham to'g'ri burchakli uchburchak va BC ikkalasida ham gipotenuza bo'lganligi uchun ustozlar gipotenuzani o'rtasi bo'lgani uchun gipotenuzaga o'tkazilgan mediani gipotenuzani yarmiga teng. Ya'ni A ham menda ikkitalik tayoqcha, D ham menda nima? Ikkitalik tayoqcha bo'ladi ustozlar. Bo'ldi, ketdi. 55 bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchagim menda 55 gradus. 55 ga 55 qo'shdim 110, bu tarafiga 70 gradus qoldi. Endi bu tarafda 25 ni 90 ga to'ldiruvchisi 65. Bu taraf ham menda 65 gradus bo'ladi. Tengyonlilikda 65 ga 65 130. Bu yoq taraf 50 gradus bo'ldi. 70 50 x qo'shsam 180. O zaman 70 x 50 180 gradus. X ni topsam menda javob 60 gradus degan javob chiqadi. 60 gradus degan javob bu bizada B javobda bor. Bu 6-masalani yechimi bo'ldi ustozlar, menimcha tushunarli bo'ldi. Ana endi sizlar bilan davom etsak bo'ladi. 7-savolga o'tamiz. 7-savol kasrning mahrajini irratsionallikdan qutqaring debdi. Zo'r. Irratsionallikdan qutqarishda nimanidir qo'shib, nimanidir ayirib yo'qotib yuborish kerak. Nima dedingizlar? Endi men ildizosida 2 bilan ildizosida 3 kvadratini qo'shsam 5 bo'ladi.
Shuning uchun bunday yozamiz. Mahrajim. Ildizosti 24 turibmiz paka. Hop, demak ildizosti 2 minus ildizosti 3 qo'shilgan ildizosti 5. Mana shuni minusligiga ko'paytiramiz. Tushuntirib bera oldimmi? Ko'paytiramiz. Ildizosti 2. Tak, ildizosti 2 ayrilgan ildizosti 3 ayrilgan ildizosti 5. Suratini ham shunga ko'paytirib qo'yamiz. Ildizosti 2 ayrilgan ildizosti 3 ayrilgan ildizosti 5 ga kelishdiga. Xo'p, surati tegmayman. Surat turib tursin. Mahraj nima bo'ladi? Ildizosti 2 ayrilgan ildizosti 3 shuni qavsda kvadrati ayrilgan 5 bo'ladi. Suratini yozaman. Ildizosti 24 ko'paygan demak ildizosti 2 ayrilgan ildizosti 3 ayrilgan ildizosti 5 taqsim kvadratlar yig'indisi 5 qisqarib ketadi. Minus 2 ildizosti 6. Mana ildizosti 24 bilan mana 2 ildizosti 6 qisqarib ketadi. Javob nima chiqadi? Minusda ildizosti 2 minus ildizosti 3 minus ildizosti 5. Yani ildizosti 5 bilan ildizosti 3 qo'shiladi. Ildizosti 2 ayriladi. Qaysi javobda bor? C javobda bor. Buni menimcha hamma yechib bildi. Yoki-da bo'lmasa mana buni plyusligiga ko'paytirib yuborsangiz ham bo'lardi, ustozlar. Sal qiyinroq bo'lib ketardi lekin. Bu yoqda to'g'ri yo'nalish tanlash ham muhim. 8-savolga o'tamiz ustozlar. 8-savolda ifodani qiymatini toping debdi. 2024 2025 bosib ketgan hamma joyi. Shuning uchun 2024 ni men A deb belgilab olay. Ildiz ichida turgan narsa nima bo'lyapti? A kvadrat. Qo'shilgan 2025 nima bo'ladi bunda? A plus 1 bo'ladi. Plus A kvadrat ko'paygan A plus 1 qavsda kvadrati qo'shilgan A plus 1 qavsda kvadrati. Soddalashtirib, men bunga tegmay turaman. A kvadrat qo'shilgan A ni qavsda kvadrati degani bu. Ya'ni men buni A ni ichkariga kiritib oldim. Qo'shilgan A kvadrat A plus 1 kvadratni ochsam A kvadrat plus 2A plus 1. Ketdik. A kvadrat qo'shilgan A ni qavsda kvadrati qo'shilgan. Mana bu joy 2A kvadrat plus 2A ya'ni 2 ni olib chiqsam A kvadrat plus A qo'shilgan 1. X kvadrat plus 2x plus 1. Nimani kvadrati? X plus 1 qavsda kvadrati. Demak, ildiz chiqarib olgan paytimda A kvadrat qo'shilgan A plus 1 chiqadi. Ayrilgan A kvadrati ham bor. Nima bo'ladi javob? A plus 1. Ya'ni A plus 1 degani menda 2025. Bunday javobda bor. Shu joyda bitta narsa, meni xotinim matematik emas. Lekin sonlariga qarab turib javob 2025 ligini topdi. Papal aytgan bo'lsa ham, tavakkal qilib bilish ham bitta san'at. Ustozlar, shu narsani ham o'rganinglar, kimlardir xato yechgan bo'lsa bu masala. Xo'p, 9-savolga o'tamiz. Geometriyalar ham o'ta bir injiq masalalar, nima deysizlar ustozlar? 9-savolda ABC uchburchakda AY bilan YC teng 5 1 4 berilgan. 84 gradus ham berilgan. X ni top degan. Bu yoqda Y nuqta o'rtasi bo'lganligi uchun ustozlar nima qilaman? Mana shu Y nuqtadan AB ni o'rtasiga chiziq o'tkazaman, ya'ni o'rta chiziq o'tkazaman. AB ni to'liq uzunligiga e'tibor beringlar. Menda 5 ga 1 qo'shsam 6. Shuning uchun men M nuqta bo'ladigan bo'lsa, yarimi 3. 5 bo'lish uchun DM kesma 2 va YM ABC uchburchakda o'rta chiziq bo'lgani uchun 4 ni yarmiga teng, bu ham 2. Bo'ldi. Demak, mana bu DMY sariqda chizilgan uchburchak menda teng yonli uchburchak.
Manda D burchak x bo'lsa, bu yoq tarafi ham manda x. Va mana burchak o'rta chiziq parallellikdan mana 84 chiqadi bu yoqqa. 84 gradus. Va bu menda tashqi burchak, sariqda chizgan shu burchagimda. 2x barobar 84 gradus. X topadigan bo'lsam, menda javob 42 gradus chiqadi. 42 gradus degan javob belgilab qo'yamiz. D javobda bor. Menimcha muammo yo'q bu bo'yicha. Nima deysizlar? Masala juda bir zo'r masala ekan. 10-savolga o'tamiz. 10-savol endi salgina bizlar nima qilish mumkin? Vaqtimiz olib qo'yish mumkin. Bu o'zi juda ham qiyin masala emas lekin. Agar x barobar ildiz 11 qo'shilgan 1 taqsim 2 bo'lsa, mana shu ifodani qiymatini hisoblashimiz kerak. Nima qilamiz? Birinchi o'chirda 2x nima degan? Ildiz 11 qo'shilgan 1. Mana 1 menda ratsional son bo'lgani uchun bu yoqqa o'tkazaman. 2x minus 1 ildiz 11. Endi buni kvadratga ko'tarib yuboramiz. Kvadratga ko'targan paytimizda nima bo'ladi? 4x ni kvadrati ayrilgan 4x qo'shilgan 1 teng 11. 1 o'tkazdim. 4x kvadrat ayrilgan 4x barobar 10 bo'ldi. 4 ga bo'lib yuborsam x kvadrat ayrilgan x barobar 2,5 bo'ldi. Menda birinchi muhim bo'lgan joy mana shu. Hop, kelinglar flomaster qo'shib olamiz. Birinchi muhim bo'lgan joy menda mana shu. Bo'ldi. X kvadratni topsam bo'ladi bu yoqdan. Ya'ni nima degani x kvadrat degan? X ni kvadrati degani menda 2,5 qo'shilgan x degani. Masalan shartida endi x ni kubi ham qatnashgan. X ni kubini qanday topamiz desangizlar? X ni kubi degani menda x ni kvadrati ko'paygan x degan. X ni kvadratini joyiga 2,5 qo'shilgan x qo'yamiz. Ko'paygan x. 2,5 x qo'shilgan x ni kvadrati. X ni kvadratini joyiga 2,5 plus x qo'ysam 3,5 x bo'ladi. Plus 2,5 bo'ldi. Men x kubni topdim. Bitta topib qo'yapman joyiga. X kub degani menda 3,5 x qo'shilgan 2,5 ekan. Bu ham men uchun g'ayriy moment. Masalan shartida borligi uchun qilyapman. Bo'ldi, x kubni joyiga olib kelib qo'yamiz. X kubni joyiga nima qo'yamiz? 3,5 x qo'shilgan 2,5 qo'yamiz. Ayrilgan 3x kvadrat. X kvadratni joyiga 2,5 plus x qo'yamiz. Plus 6,5 x minus 2 taqsim x kvadrat minus x ni joyiga mana 2,5 olib kelib qo'ysam bo'ladi. Mana 2,5 ustiga 1 qo'shsam menda javob 3,5 chiqadi. Soddalashtiramiz. Qaranglar, 3,5x dan 3x ayriladi. 0,5x, 6,5x qo'shilsa 7x bo'ladi. 2,5 ayiramiz 7,5 ni. Minus 5 bo'ladi. 2 ni ayirsam minus 7 taqsim nima? 3,5. Bir daniga bo'lib yuborsam bo'ladi. 2x ayrilgan 2. Menda 2x ni qiymati boshida bor edi mana. Ildiz 11 plus 1. Demak, 2 ni ayirib yuborsam ildiz 11 ayrilgan 1 bo'ladi. Bu menda qaysi javobda bor ustozlar? C javobda bor. Ya'ni birinchi o'chirda mana bu x dan ildizlik narsa bo'lganligi uchun men iloji boricha narsalarni kamaytirib oldim. Kamaytirib bo'lganimdan keyin men hisob kitoblar qildim. Uni joyga olib kelib qo'yaman desam juda qiyin bo'lib ketadi. Shu joyga e'tiborli bo'lish kerak. Xo'p. 10-savol ketdi. 11-savolga o'tamiz. 11-savolni men bir qatorda yechib berishim mumkin agar xohlasangizlar. Ifodaning qiymati irratsional son bo'lmasa, ya'ni ratsional son degani, ya'ni ildiz qatnashmadi degani,
X ni qiymatini toping. Ildiz qatnashmayapti degan. Surat nima menda? 2, 3, 4, 5 va hokazo 10. Buni bitta yozib kelinglar tushunishlaringiz uchun 6, 7, 8, 9, 10. Sizlar nima qilasizlar? To'la kvadrat ajratasizlar. Misol uchun 2 ni o'zi, 3 ni o'zi 4 to'la kvadrat, 9 to'la kvadrat deysizlar. Misol 6 ni 2 karra 3 qilasizlar-da. Mana 2 bilan 3 bilan qisqartirasizlar. Xo'p. 8, 15 400 bo'ladi. Mana 5, 8, 10 400 bitta 7 qolib ketyapti deysizlar. To'g'rimi? U fikrlaringiz zo'r fikr. Fikrlaringizga qo'shilaman 100%. Qo'shilmasdan meni ilojim yo'q. Lekin men sizlarga bitta ideya aytaman, qaranglar. Mana shu yoqdagi eng katta tub son nechi? 7. Ya'ni men tub ko'paytuvchilarga ajratgan paytimda 7 da 100% sherigi bo'lmaydi. 7 ni ichida 100% sherigi bo'lmaydi. Nimaga? Ildizdan chiqib ketish uchun 7 bo'lish kerak, 7 ni sherigi bo'lish kerak. Juft daraja bo'lish kerak, lekin 7 ni sherigi yo'q. Demak, ildizda 7 qatnashadi x ni tarkibida. Uni ildizda 7 qatnashgan joy o'z bitta D javobda bor. Men qolgan joyini to'la kvadrat emasmi tekshirib o'tirishim shart emas. Test usuli qilyapman. 7 ni sherigi yo'qmi? Yo'q. Bo'ldi. Ildizda 7 qatnashishi kerak x ni tarkibida. Ildizda 7 qatnashgan joy faqat D javob. Bo'ldi. To'la kvadrat ajratib o'tirish shart emas. Tushuntirib bera oldimmi? Ketdik. 12. 12-masalada ko'pchilik xato qildi. 44 degan javob chiqardi. Aslida 45 chiqadi javobi. Nimaga? Ildiz osti 2018. 2018 ga yaqin to'la kvadrat 2025 bor. Bizda 45 ni kvadrat. Ildiz osti 2018 degani menda 44 butun nechidir degan. Endi mana buni hisoblab ko'ringlar. Qaranglar. Ildiz osti 2018 plus 44 butun nechidir? Ildiz osti 2062 ga nechidir chiqadi? Bu 45 butun nechidir degan. Keyingilarda o'sha 45 butun nechidir ketadi. 2018 qo'shilgan mana bu joyni 45 butun nechidirligini bilaman. Hisoblagan paytim 2063 nechidir chiqadi. Bu ham menda 45 butun nechidirda o'sha 46 ga o'tib bilmaydi. Oxirigacha qilib ketinglar shu narsani. Nechta bo'lsa ham baribir javob 45 butun nechidirligicha qoladi. 45 butun nechidirligicha qoladi. Ya'ni butun qismi menda 45. Tamam. Butun qism 45 degan javob menda javobda bor. Endi harakat qildim ustozlar qo'ldan kelgancha qaysidir savollar tushuntirishga, qaysidir savollar tushunmay qolgandirsizlar. O'zlaringiz ham bitta mustaqil fikrlab, ishlab ko'ringlar. Bu yoqda berilgan ideyalar eng eksklyuzivni sizlar uchun berilgan ideyalar ustozlar. Hammaga rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar. Keyingi mini testlari tahlilda ko'rishamiz sizlar bilan. Rahmat.